nechi tushdi? Jamol nechi? Dunyo nechi raqam? Ibrohim nechi? Mashhurbek nechi? Nechi raqam tushgan? Adina? Zuhra? Ulug'bek? Nartoy? Boshlaymiz. Sarvinoz nechi? Dilnura? 5. Diyora? To'g'ri. Soliha? Muhammadjon? Nurfayz? Nechi raqam? 2. Sunnat nechi? 1. Samariddin? Nechi? Nechi Azbek? 2. Muhammad Ali? Nechi? Qo'ling tushib. Nechi? 6. To'g'ri. Bolajonlar, ko'rsatilgan raqamlarimizni ichida mayda raqamchalarimiz bor, ko'ryapmizmi? Shuni ichidagi 2, masalan bu 2 raqam ya. Shuni ichidagi 2 raqamlarni rangli qalamda bo'yab chiqamiz. Hamma tushundimi? Bo'lmasa boshlaymiz. Hamma o'zi xohlagan rangini oladi. Keyin o'sha katta raqamni ichidagi kichkina raqamchalarni bo'yab chiqamiz. Mana 4 raqam ya. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Faqat 4 raqamlarni bo'yab chiq ichini.